Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchi insonlarimiz. Mana biz Jondor tumani Qoroli mahalla fuqarolar yig'ini Xorsafed qishlog'iga keldik. Hozir bu yerda qariyalar va nuroniylarning talablariga, chaqiruvlarga binoan keldik. Bu yerda tashabbusli budjetning, ya'ni open budjet jarayonlari va loyihalaridan aholining noroziliklari borligi uchun keldik. Hozir holat bo'yicha aholining o'zidan fikrlarini, murojaatlarini, e'tirozlarini eshitamiz. Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisizlar, hurmatli fuqarolar, yaxshimisizlar? Otaxon, yaxshimisiz? Rahmat. Biz bugun beri yig'ildik. Qishlog'imizga open budjet o'tkazildi. Qishloq oqsoqoli mahalla raisi boshchiligida xalqdan pul terib chiqdilar. Ana shu bizning ko'chamiz 60-yil 100 yil bo'lgan ko'chamiz. Qishloq mana shu yerdan boshlangan. Hamma ko'chamizda o'zi 22 xo'jalik bor. Butun qishloq shu yerdan tarqalib ketgan. Yo'limizda 100 yil bo'lgan. Lekin va'da berdilar, ana shu yerda asfalt qilamiz, pul beringlar dedilar. 450 mingdan har bir xo'jalikdan pul terdilar, ko'chamizni asfalt qilamiz dedilar. Bizning ko'chamizda 22 ta xo'jalik bo'lsa, shundan 5 ta nogiron bor. Hujjatli yosh nogironlar ham bor, qari nogironlar ham bor. Ana shu 5 ta nogiron ichida 92 yoshli bitta pensioner bor, ikkita 90 dan oshgan pensioner bor, 80 dan oshgan pensionerlar bor. Ustozlarimiz bor, 30 yil, 40 yil ishlab maktabdan pensiya chiqqanlar. Mana shu yerda o'tiribdilar mana shular. Mana shularni izzat hurmatini qilmasdan pinxona o'zlari yashab turgan o'g'illari, aka-ukalar yashab o'tirgan 15 yil bo'lgan tashkil qilingan o'sha ko'chalarni 20 yildan bo'lgan bo'lsa tashkil qilgan. O'sha ko'chalar asfalt qilinyapti. Chetda ular, chetda. Lekin ana o'sha chetdagi ko'chalar, asfalt bo'lgan ko'chalar ham maktabga, bog'chaga bizning ko'chadan o'tadi shu yerdan. Asfalt qilinmagan ko'chadan. Demak, savolda o'sha tashabbusli budjet jarayonlari uchun tashabbuskor o'zlaringiz sayladilaringizmi yo o'zicha tashabbuskor bo'ldimi? O'zicha tashabbuskor bo'ldi u. Sizlar nima qilma saylamadinglaringizmi? Yo'q, hech qanday saylaganimiz yo'q. U qishloq oqsoqoli aytib, shuni o'zi tashabbuskor bo'ldi, saylanmaydi dedilar. U hech kim maslahat ham qilmaydi dedilar. Biz ham hokimiyatga ham bordik. Hokimiyatga ham murojaat qildik. Ana qilamiz, mana qilamiz dedilar. Hokimiyat отказ qildilar. Ana hozir prokuraturaga ham qog'oz topshirganmiz. Hali o'rdan hech qanaqa javob kelgani yo'q. Biz adolatli bo'lishimiz bu bizlarni nima pul olib ketyaptilar, asfalt qilamiz deb, demak bu nima kiradi bu? Haligi ruschasi aytganda mashinista deydi. Firibgarlik. Pulni olib ketganda qilib beramiz deb, keyin pinxona o'zlarining ko'chasini o'tkazibdilar. 15 yil 20 bo'lgan ko'chalarga bu 70 yil, 60 yil bo'lgan ko'chalar qariyalar o'tirgan ko'cha, o'sha ko'chaga o'ting, bitta pensioner yo'q. Bitta pensioner yo'q. Demak, qarang. Mana shu hozir Qoroli mahalla fuqarolar yig'ini dedingiz. Mana shu mahalla fuqarolar yig'inida o'pshiq nechta xonadon yashaydi? 500 ga yaqin aniq bizda Xorsafedda 500 ta. 500 ta. Mahallada katta-ku yashaydi. 500 hozir Xorsafed qishlog'i uchun o'tkazilganmi? Nima? Open budjet? Ha, open budjet bizda. Nechta xonadon? 500 dan ortiq. 500 dan ortiq xonadondan shunda 450 mingdan pul yig'ilganmi? Ha, 450. Shundan mana shu 22 ta aholi yashaydigan, 22 ta xonadon yashaydigan ko'cha ajralib qolganmi? Ajralib qolgan. Keyin yana bu ana shu 22 ta xo'jalikdan yana u 450 mingdan tashqari $100, $1 million ziyod bergan Fuqarolar bor. fuqarolar bor. Shu ko'chada, o'zimiz ko'chada. O'zingizni ko'chasi shu nimaga ishonib, ekan deb ishonib, open budjetga ishonib, asfalt bo'lishiga bir niyat qilib, niyat qilib. Bu tashabbusli budjetda tashabbuskorlar, bu xalqchil bo'lish kerak, xalqni rozi qilish kerak, xalq manfaati uchun nimani tashabbusli budjet amalga oshirish kerak. U o'z manfaatlari yo'lida foydalanish mumkin emas. U baribir budjetdan ajratiladigan pul bu davlat budjetidan ajratilayotgan pul bo'lib hisoblanadi. Buni sizlar mahallaga borib e'tiroz bildirdingizlarmi shu masalaga? Mahallaga e'tiroz bildirgan ko'chamizdan bordik bir 10 kishi mahallani xonasiga. Mahalla raisi boshini egdi, bir og'iz gapirgan yo'q. Chunki uning ko'chasi ham asfalt bo'lyapti. O'z ko'chasini ham qilyapti. O'zining ko'chasi, mahalla raisining ko'chasi. Bu yerda tashabbuskorni
ma'naviyat yetishmagandir. Boshqa bir narsa yetishmovchilik bo'lgandir. Shunga farosat yetmagandir. Lekin mahallaning raisi o'lim ma'lumotli. U qanday mana shunday mana ko'rib o'tiribsiz qariyalarni, nogironlarni 5 ta nogiron bu ko'chada. Qanday u shunga e'tiroz qo'l qo'yib berdi nimaga? Ha, hozir loyiha imzolanib mahalla tomonidan tasdiqlanganmi? Tasdiqlangan ular qanday shu narsani ko'rib chiqma aytmaydi. O, mana bu yerda ustozlar o'tiribdi. 5 ta nogiron bor. Qariyalar bor. Mehnat faxriyalari. Eski ko'cha bu 70 yil o'sha mahallaning raisini ham otasi shu ko'chadan chiqqan. Ha, bu asosiy shu nima ko'chada bu? Eskidan qolgan asosiy ko'cha. Ha, shu qishloq tarqalishida asosiy ko'cha shu. Asosiy ko'cha. 100 yil bo'lgan bu ko'chaga. 15 yil bo'lgan ko'cha asos bo'ladi. Bu nimada bu? Hamma yosh oilalar yashaydimi shu Hamma joyda? yosh oilalar. Aytaman, ana marhamat, men to'maqda o'tib aylansalar. Bironta yosh katta odam yo'q edi. Ha, demak bu pensiya yoshidagi yoshlar yo'q edi. demak, xulosa qilsak, bu ko'cha masalan hozir asfaltlashtirishdan ajralib qolgan ko'cha, aholining asosiy ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam yashaydigan ko'cha bo'lib hisoblanadi. Hozir sizlar ko'cha nafaqaxo'rlar, nogironlar ham bor dedingiz-a? Nogironlar 5 ta nogiron bor. Demak, nogironlar bor. tez tibbiy yordamga muhtojlar. Shu nimalar keladimi shu yerga? Tez tibbiy skori keldi. Bir marta skori nima ham bo'ldi? Chappa ham bo'lib tushdi ana shu yerda. Odamlar ko'tarib kasal bilan chappa bo'lib tushdi. qishki paytdami? Ha? Qishki paytdami? Ha, qishki paytida tayyorladi. Yana bitta narsa aytmoqchiman. Bizni ko'chamizda mana bu yerda ana ustozimiz ammam o'g'illari armiyada borib halok bo'lib keldi. Halok bo'ldi o'sha yerda. Bu jasorat ko'rsatib berdi. Atomli podvodniy lodkada bir shikast bo'lgan o'shanga o'zini jonini fido qilib o'shani bartaraf qilgan. Qahramon, ha? Qahramon. Ana maktabda byusti bor. Mana nima Mardlik ordeni. mardlik, shaxsiy mardlik ordeni olgan. Lekin ana ota-onasi yerda o'tiribdi. So'langan shu mahalla raisi biromada kelib so'radimi? Shunga bir e'tibor berdimi? Qanday bu davlatimiz keksalarga, ustozlarga vakolat beradi. Lekin mahalliy hukumat ana e'tiborsiz qilib o'tiribdi. Qanday bo'lish mumkin bu? Yigitimizni bizning faxrimiz byusti bor maktabda turibdi. Qahramonlik ko'rsatgan uchun byust qilindi. Ana Bronza byusti bu, bronza. Ha, nima hokimiyatdan qaror qilindi, bitta ko'chani nomini nima qo'yishgan? Bronzadan byust qo'yilgan. Ko'chani nomini qo'yishi deb qaror chiqargan. Ana shu ko'cha o'sha ana shu Ixtiyor Jabborovni nomida. Qanday kechagina paydo bo'lgan bachalar o'zining ko'chasiga firibgarlik qilib tagdan tag bajarib olib ketadi. Bu adolatsiz deb o'ylayman men. Men shuni murojaat qilamanki prezidentga, hayni prezidentni ishlari ko'p bo'lsa ham, viloyatda hokim bor. To'g'ri. Rayonda, tumanda hokim bor. Hokim o'rinbosarlari bor, ma'naviyat, ma'rifat ishlar bilan shug'ullanayotganlar. Qanday bir e'tibor panjarasidan qaragan. Biz murojaat qildik hokimiyatga. Rasmiy murojaat qildingiz? Rasmiy o'zimiz bordik, hokim bilan uchrashdik. Lekin natija hech qanaqa yo'q. Natija bo'lmayaptimi? Ha, prokuraturaga qog'oz topshirdik. Ana bir 3-4 kun bo'ldi. Hozirdan ham hech qanaqa xabar kelgani yo'q. Hozir bu yerga mahalla ko'mmi, o'sha tashabbuskorni chaqirish imkoniyati bormi? Kimdadir Tashabbuskor chaqirish imkoni yo'q. Kasal bu yerda mahalla raisini. Mahalla raisi chaqirasizlarmi? Bitta chaqiringlar qani, telefon raqami bo'lsa, undan ham bir izoh kutaylik qani. Assalomu alaykum onaxon. Siz qanday shu mana shu ko'chada yashaysizmi siz ham? Opin budjet haqida, tashabbus budjet haqida nima siz e'tirozlaringiz bor? Men shu ko'chaga kelganimman 40 yildan oshib qoldi. Shu ko'chada yashayman. Ko'chamiz aholisi yaxshi, nima desa aytganini qiladi. Bu ko'chada hamma qariyalar bor. Bu ko'chada kasalmandlar ko'p. Keyin meni qo'shnim ana shu kasal qaysi kasal bu? Tibbiyot sohasida ishlab pensiyaga chiqqan. Hozir odamlar koriga yaraydi. Har kun kamida kam deganda 5 ta 10 ta mashin keladi. Qanchasiga tez yordam tibbiy xizmatini ko'rsatadi. Bu ko'chada umuman pensiya olmaydigan insonni o'zi yo'q. Har bir xonadonda-da endi. Nafaqaxo'rlar yashaydi. Nafaqaxo'rlar ko'p yashaydi. 60 dan oshgan, 70 ga borgan, 70 dan oshib ketgan, lekin hammasi yaxshi insonlar. Biza ishondik ularga. Necha so'm desa berdik. Men o'zim ham chiqdim, hatto o'sha tibbiyot xodimasi qo'shnim bilan birga ko'chaga chiqib shu tashviqot ishlarini olib boramiz deb ishondik. Bu kishiga aytdim, chiqamizmi deb.
Bu yerdan juda ko'p bolalar ham maktabga qatnaydi. Maktab to'g'ri boradi, birinchi darvozasidan kiradi. Juda qulay yo'l bu. O'shalari bolalari ham o'sha joydan, ana shu yerdan o'tadi. O'sha hozir tashabbuskor bo'lib, men ularga noroziligim yo'q, lekin baribir qarilari, keksalari hurmat qilish kerak. O'quvchilar demak qatnaydi bu yerdan Bu maktabga. yerdan bolalar ko'p qatnaydi. Asosiy bog'chalar ham qatnaydi. Qariyalarimiz hammasi indamasdi, bir haqini talab qilib chiqmaydi. Xo'p deb o'tiribdi. O'zlari chunki himoyaga muhtoj keksalar ular. Bular keksalari hurmatini joyiga qo'yish kerak edi. Birinchi mana shu keksalari hurmat qilsa edi, qolgani ham bo'laverar edi. Hech kim qarshiligi yo'q edi. Nima keragi bor edi? Qishloq ikkiga bo'linib ketdi. Bittasi o'zicha man. Bu kibrga kiradi. Hech kim bergan pulini minnat qilayotgani yo'q. Mana shu xalq uchun, mana shu maydagina bolalar uchun, ana shu yerdan bolachalar ustini kir qilmay o'tsa, men qancha xursand bo'laman o'shalar ko'rib. Meni ham nabiralarim bor. Men istaydim mana shu ilohim ko'chamizni qilib bersin o'sha. Urush ham kerak emas, janjal ham kerak emas. Qariyalarimizni hurmatini joyiga qo'ysinlar. Hamma ham keksa bo'ladi. O'sha keksasi bor, uyda fayz barakati bor. Xonadonimiz ana o'shalar bilan chiroyli ko'rinadi. Opa, siz ham shu ko'chada, shu qishloqda yashaysizmi? Ha, Mana shu ko'chani eng ko'p tez tibbiy yordam kiradigan ko'cha, qariyalar yashaydigan ko'cha deb siz ham tasdiqlaysizmi? tasdiqlayman. Men ham shu ko'chada tug'ilib, shu ko'chada o'sib katta bo'ldim. Men ham yosh emas, 50 dan o'tdi yoshim. Hozirgi kunda mana shu qishloqqa qarashli bo'lgan 15-son oilaviy poliklinikada patronaj hamshira bo'lib faoliyat olib boraman. Mana shu ko'chaga biriktirilganman. Men har kun shu ko'chaga kelib, qariyalardan xabar olib, aylanib yuriyman. Bu ko'chada haqiqatdan ham 10 dan ortiq dispanser nazoratda turuvchi kasallarimiz bor, surunkali. 5 ta 6 ta nogironimiz bor. Shundan 3 tasi birinchi guruh nogironi. Bundan tashqari 80-90 yoshga kirgan qariyalarimiz bor. Ko'psi yotib qolgan, yurib bilmaydi. Nogironlarimiz bor. Mana ko'psi tibbiy yordamga muhtoj aholi qatlami bu ko'chada. Mana nima qilardim, shu ko'chamiz asfalt bo'lsa, shu qariyalarimizga ham ozgina foyda bo'laydimi? Rahmat opa. Opa, siz ham shu ko'chada yashaysizmi? Nima e'tirozlaringiz bor? Men ham shu ko'chada yashayman. Bu ko'chaga kelin bo'lib tushganimga men ham 40 yil bo'ldi. Hozir 60 yoshdan oshganman men ham. Ko'chamizda qariyalar juda ko'p. Hatto shu tez yordam chaqirganimizda, muhtoj bo'lganda tez yordam ichida kasali bor holatda shu yo'lda qishda ag'darilib ketdi. Biz Yo'l nosozligidan. Ha, yo'l nosozligidan. Biz xohlaymiz haqiqatni yuzaga olib chiqsinlar. Ana tashabbuskorlik nimasida yutib olindimi, asfaltlashtirish birinchi o'rinda bizani ko'chaga keldilar. Hatto o'lchab ketdilar. Pul terib oldilar, ko'chalarni asfalt qilamiz deb. Lekin bugungi kunga kelib o'z nimalariga tortib bizani ko'chamiz qolib ketyapti. Biz xohlaymiz bizani ko'chamizni asfalt qilib berishlarini. Rahmat. Bu ko'cha juda katta keksalar bor, qariyalar bor, nuroniylar bor. Men o'zim juda uzoq yillar maktabda rahbar bo'ldim. Savdo sanoat palatasida ishladim, adolat palatasi rais bo'lib ishladim. Nuroniyda 10 yil rais bo'lib ishladim. Lekin mahalla raisi biron kishidan bir maslahat qilmay mana shu ishni tashkil qildi. Bu ma'naviyati yo'q, madaniyati yo'q hisoblanadi. Agar mahalla raisi keksalar bilan hisob kitob qilib, bu ko'cha, mana bu ko'chamiz 70-yilda asfalt bo'lgan. Bu ko'chamiz ham 70-yilda. Ana shuni qilasa bo'lardi-ki. Bu o'z boshimchalik qilib qo'yadi yosh go'daklar. Men naveram qatori go'daklar yashaydi bu yerda. Lekin keksalar bu yerda azob ko'rib yuribdi. Mana yaqinda qancha bo'ldi skori chapa bo'lganiga. Qani adolat? Adolat bo'lsa, bu yerda men hokimiyatdan ham noroziman. Borib murojaat qildik. Hokimiyat ham javob bermayapti. Hokimiyat kelib mahalla raisini chaqirib, qani kim bilan sen maslahat qilding? Nima uchun qilyapsan? degan fikrni aytish kerak-da. Nima uchun bular azob ko'rib yuribdi? Ular haqiqatni talab qilyapti. Men ham haqiqatni talab qilaman. Qilsin shuni, nima uchun qilmaydi? Hatto mahalla raisi mensimaydi ham. Men aytdim, sen dedi mana 15-oktyabrda mahallalar tarkibida yig'ilish o'tkazilib, prezident har birta ko'chaga 7 dan bittadan qo'yib obod qilishni aytdi. Shuni qilgin desam, meni
vakolatima kirmaydi. Ama mahalla raisi hukumat bu. Şu teritoriyanın hukumati bu. Mahalla obod bo'lsa, tuman obod bo'ladi, tuman obod bo'lsa, viloyat obod bo'ladi. Viloyat obod bo'lsa, respublika. Kecha yana mana noyabr oyida prezident yana farmon chiqardi. Ko'chalarga daraxtlar ekish, boshqa narsalarni qilish. Kim qiladi buni? Mahalla raisi yettiligi bilan tashabbus qilib qilish kerakda shu ishlarni. Men talab qilaman, mana shular bilan birgalikda ko'chamizni obod qilishni. Hozir mahalla ko'mi chaqirdingizlarmi? Yo'q. Bir chaqiring qani? Bu ham nimadir desin, bir izoh bersin. Hozir mana shu tashabbusli budjet uchun yig'ilgan pullar haqida biron bir hisobot berildimi? Mana shu aholiga? Hisobot berilmadi. Hisobot yo'q. Yo'q. Biladi. Nomeringizni bilaymi? Bugun yakshanba kuni dam olish kuni deb balki javob bermas. Yo'q. Xabar bo'lganda qachon? Mahallada To'xtaynaqa? yakshanba yo'q. Bilamiz, lekin ayrim mahalla ko'mlar shundoqki. Ba'zilar o'chirib ham qo'yadi yakshanba kuni. Bugun dam olaman deb. Men mahallada Javob bermadi. Yo'q. Olmadi telefonni. Endi balki undaydir, balki bundaydir biz bilmaymiz ha. Balki ko'tarishni xohlamagandir. Balki xabar bo'lgandir. Bu endi bizga qarog'i. Bu mahalla raisi o'zi yaqinda saylandi. Oliy ma'lumotlar deb biz unga ko'p ishondik, ammo adashimiz. Chunki o'zini mana shunday ana ko'rib o'tibsiz, nogironlar bor deyapti, do'stimiz aytdi. O'zimizdan bilan mana nuroniylar o'tiribdi. Shunday ko'chani qo'yib, o'zini ko'chasiga olib ketgani, O'z manfaatini ustun o'z manfaatini ustun qo'ydi. Biz adashimiz uni mahalla raisi qilib saylaganimizda. Demoqchisizki, aholi manfaatidan o'z manfaatini ustun O'z qo'yib, manfaatini ustun qo'ydi. Bu mahalla raisi u lider bo'lish kerak. O'zidan odamlar borish kerak. Lekin buni ko'rgandan keyin nima bo'ladi bu? Xalq unga umuman ishonmay qo'ydi. Uni aytayotgan ishi ham, gapi ham o'sha hech kim unga ishonmay qo'yapti. Keyin bu ana ijtimoiy tarmoq hisoblanadi. Lekin bizlarni televideniyamiz bor. Marhamat, biz u yerdagi jurnalistlarni chaqiramiz, kelsin bizlarni ishimizni o'rganib chiqsin. Faqat mana blogerlar emas, televiziyadan kelsin. Bo'lmayapti. Nahotki mana hozir biz ko'rsatgan narsa shunga arzimaydi. Toshkentdan mana shu kelib, mana 36 yil ishlaganlar maktabda. 40 yil. 40 yil 36 yil ishlagan maktabda. Farzandlari armiyada, davlat vatanning himoyasida halok bo'lgan. Medallar bilan taqdirlangan. Biz nohaq bo'lsak, mayli, boshqa aytsangiz nohaq deb. Lekin bunday bo'lish mumkin emaski. 70 yil bo'lgan, 100 yil bo'lgan ko'chani tashlab 15 yil bo'lgan ko'cha o'zining ko'chasidan asfalt qilsa. Bu qayerda, bu adolatmi bu? Pul yana pul xalqdan pul olib, qilamiz aldab, firibgarlik qilib pulni olib ketib qilmaslik. Endi orqadagi gaplarni mishmishlarni, bular yozuvchi bular, bular malakalar aytmaydi degan gaplar o'sha saziyot u. Bizda pensionerlarga Shu gaplarcha bordi. Nima biz o'zimizni haqqimizni talab qilsak biz yozuvchi ekanmizmi? Birovni ivo qilayotganimiz yo'q-ku. To'g'ri. Men shu ko'rsatuvni ko'radigan har bir insonni o'zini fikrini kommentariyada qoldirishni istardim. Rahmat. o'rtoqlarman gapirishga majburman. Kommentariyada hamma odam har xil narsa yozishi mumkin. Lekin bir narsaga e'tibor beringlar. Biz ham shu asfalt bo'lgan ko'chalar qatori, hamma qatori biz ham pul berganmiz. Biz ham asfaltda yurishni xohlaymiz. Lekin qilinadigan asfalt yo'llari metri to'g'ri kelmaydi hammaga. Shuning uchun bu yerda odilona fikr yuritish kerak, odilona ish qilish kerakdi. Hammani yig'ib ko'chalarda yo jeribovka qilish kerakdi. Bilet taklash kerak. Kimni baxtiga nima tushsa bo'ladi, biz tinch turaylik. Pensioner bo'lsak ham tinch turaylik. Chunki baxtimiz yo'q ekan, kelasi yil bo'ladi. Lekin biz muhtojmiz. Har kun bitta kamida 2 marta skor keladi. Biltir kasali bilan chapa bo'ldi shu yerga. Nima uchun yoshlar
ota-onasini hurmat qilmay, o'zini ko'chasida asfaltga olib ketdi. Nima uchun? Mana shu savol bilan qiziq qolibdi. Nima uchun shunday bo'lyapti? Yoshlar o'ylanglar sizlar. Ota-onani hurmat qilmaslik hech qayerga olma. Qariyasi qadrlanmagan yurt emas bu. Yurtboshimiz aytgan, qariyalarimizni qadrlaymiz deb. Shuni qadrlash bizni. Oyoq osti qilib, bundan keyin yana qanchadir tuhmatlar, yozuvchi kim qayerga bildirgan deganda tuhmatlar oqib kelyapti. Biz o'z haqimizni talab qilib chiqamiz. Hokimiyatga bordik. Mahalla soliq tushumidan 10% ni ajratib bizni yo'limizga ajrating, asfalt xo'p dedilar. Lekin bir haftadan keyin atkaz berdi zam hokim. Qilinmaydi, mablag' yo'q, hokim atkaz berdi deb aytdi. Biz 10 kun qatnadik. Yoshi katta pensionerlar bilan soat kechasi 12 gacha o'tirdik, hokimni kutib. 10 kun qatnadik, lekin natija bermadi, natija yo'q. Biz qani prezidentimizni 10% lik mahalla tomonidan soliq tushumidan ajratilgan puli mahallani madaniyati boshqa obodonlashtirish uchun ishlating degan prezident farmoni nima uchun bajarilmadi? Nima uchun ajratilmadi bizga pul? Rahmat. Yaqinda o'sha mahalla raisi bo'lgan, mahallada saylov bo'lganda oqsoqol sayladilar. Mana aytdim, oqsoqolni nomzod ko'rsatdik. Bitta keksa yigitni Mahmud Nosirov degan 70 dan oshgan, bitta Bahriddin deganni ko'rsatsak, o'sha Vali degan aytdiki, raisning o'zini vakolati bor dedi. Kim vakolati? Ana shu Nodir degan yigitni qo'ydi, unda ma'naviyat yo'q, madaniyat yo'q, ilm yo'q. Ana shundan bu janjallar chiqdi. Agar ma'rifatli bo'lsa, ilmli, madaniyatli bo'lsa, qishloq oqsoqollari bilan maslahat qilaydi. Qani qishloq oqsoqoli bilan maslahati. Ana shu uchun shuncha janjal respublikaga ketadi. Bu yaxshi emas, bu bizlar uchun minus bu. Buni mahalla raisi sezmaydi buni. Sezish kerak u. Albatta. Assalomu alaykum. Ahvolingiz yaxshimi? Siz Bu kishi 93 yoshdalar. Quloqlari yaxshi eshitmaydi. Mana shu yerda bizni ko'chamiz kattalari shu kishi. Nogironmi bu kishi? Ha, nogiron, ana o'tirgan joylari qarasangiz chiqadilar. Shunday ahvol. Kimdi bu? Yaxshimisiz, otaxon? Bu kishi sizdan bir xabar olishga keldilar. Ha, mana shu ko'chani bir aylanib ketish uchun kelganman. Ko'chani asfalt qilayotgan-ki, bu kishi o'zlari oylik 450 mingdan tashqari pensiyalardan meni hissam qo'shsin deb musobaqa qancha berdilar? Yo'q olib berdilar. Yo'q olib berdilar necha butilka? 5 butilka 2 litrlik yog'dan olib berdi. Meni hissam qo'shilsin deb mana shu kishi. Bir kun yordam bersang. Shu. Mana oyog'im ana shu ikkani. Ana buni yuqori chiqib tusholmayman. Bu Mana bolachalar chang tuproqli ko'chalarda futbol o'ynayaptilar mana. Bu kishi Qo'z akamiz bizning ko'chamizni endi mudofaa shkola pomoshlari vaqti bo'lganlar. Bu kishi feldsher. Kerak. Feldsher. Mana shu qishlog'i doktor bo'lmagan, shkolalar bo'lmagan, bo'lsa ham telefon bo'lmagan, hech kim murojaat qilmagan vaqt shkolalarga. Ana shu kishi kechasi bilan 7largacha yuriklash odamlarni kasalligini bittim pul olmaydi. Hozir bitta ko'rib qarasin. Bu kishi umuman pul olgan odam emas. Shu yarim kecha kelasizmi, sal kelasizmi, nima bor? Shu turib ketaverayapti, tamom. Qo'llarini taylab sumkalari ilda qas ketaveradilar. Pul degan, manfaat yurgan bu kishi fidakor insonlar. Ana endi hozir 51-yilda 70 shu yerda kirdilar. Endi hozir biroz nogiron bo'lib ayoqlari biroz aytgan qilmayapti. Yana savol javob qiling. Amaki, siz ham mana shu ko'chada, mana shu nuroniylar yashaydigan ko'chada yashayotganingiz, hozir bular murojaatlari bilan keldim. Siz ham xohlaysizmi ko'chalaringiz asfalt bo'lishini, yaxshi nimalar bo'lishini, sharoitlar bo'lishini xohlaysizmi? Nima e'tirozlaringiz bor? Men 51-yilman. Ha. 76ga kiraman. Xudoga shukr. Shu 76 yosh bu yog'i to 25 yoshdan bu yog'ini xalqqa xizmat qildim. Xalqqa xizmat qildi haqiqatdan.
beminnat o'zimiz ana u hamsoya kolxozda fabdik u yer kelsak ertangacha uyga qishloq bermaydi. To'g'ri gapni bachaman ko'r deydi. Kasal bo'lgan. Shu Xudoga ming qatla shukr. Hozircha ikki oyoq adegini yetmaydi bacham. Asfalt bo'lsa yaxshi bo'ladi. O'zi ham bizlar ko'chaga kelib qoldim deyman asfalt. Bizlar ko'cha qoldi. Amaki endi yakuniy gaplaringizni ayting qani, mana hammani eshitdik. Yakuniy gapi nima deyman? Bu asosan bu mahallani raisini pinxona ishlari. Davlat unga imtiyoz bergan, vakolat bergan. U ana shu vakolatdan suiiste'mol qilgan. Mana ko'chalarimizda bachalar o'ynaydi. Turli xil kasalliklar, chang, ko'palang beradi. Ana hozir kirib ko'rdingizlar nogironlarni. Nogironlar mana ahvolni. Mana chang. Mana haqiqatda ham hurmatli kuzatuvchilar, mana shunday chang bo'lishidan doimiy ravishda texnikalar o'tishi oqibatida changdan e'tiroz bildirib mana yana bir nima keldi. Bu taksimi, bu nima bu? Mana tavba. Ana shunday ahvolda biz yashab yuribmiz. Qishloqda birinchi tashkil qilingan ko'cha. Kasallarimiz bor, yoshlarimiz bor, nogironlar bor. Agar shu ko'chani asfalt qilishdan boshlash kerakda, menimcha bu yaxshi bo'lardi. Rahmat. Hurmatli Prezident Shavkat Mirziyoyev, hurmatli Buxoro viloyat hokimi Botir Zaripov, bizning konstitutsiyamizda eng avvalo oliy qadriyat bu inson qadri qilib belgilangan. Uning huquqlari, erkinliklari oliy qadriyat qilib belgilangan. Mana bunday qariyalar qadrlanmagan yurtda biz qanday inson qadri ulug'vor deb ayta olamiz? Shuni inobatga olib, mana bu holat bo'yicha Jondor tuman hokimligi, Jondor tuman prokuraturasi qanday choralar ko'rish kerak? Qanday keskin choralar, qanday bir harakatlar amalga oshirish kerak? Bu yog'i endi jamoatchilikka qo'yilgan savol. Hamma salomat bo'lsin. Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, holatni e'tiborga olib, tegishli choralar ko'rasizlar, tegishli harakatlar amalga oshirasizlar degan umiddamiz. Hamma salomat bo'lsin.